Erkaklar chiroyli ayolni emas, aynan mana shunday ayolni yo'qotishdan qo'rqishadi. Ko'pchilik o'ylaydi, erkaklar faqat tashqi ko'rinishga qaraydi deb, ammo vaqt o'tishi bilan chiroy emas, qalbda uyg'otgan hissiyotlar qoladi. Erkakni o'ziga bog'laydigan ayol har kuni qimmat sovg'a kutadigan ayol emas, u bilan birga bo'lganda o'zini hurmatli his qiladigan ayol, uning muvaffaqiyatini qadrlaydigan ayol, qiyin kunida yonida qoladigan ayol, uyini tinchlik maskaniga aylantira oladigan ayol va eng muhimi, erkak o'zini doim ayblanayotgan emas, tushunilayotgan insondek o'zini his qildirayotgan ayol. Chunki erkak ko'pincha o'zini kuchli ko'rsatadi, lekin uning ham charchaydigan, qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladigan kunlari bor. Haqiqiy joziba faqat tashqi go'zallikda emas, inson yoningizda qanday hissiyot uyg'otishingizdadir. Sizningcha erkak uchun ayolda eng muhim fazilat qaysi? Go'zallikmi, hurmatmi, mehrmi yoki tushunishmi?